Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi haftalik ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, bugun va ertaga O'zbekiston hududining katta qismida quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Samarqand, Surxondaryo viloyatlarida ayrim joylarda va Farg'ona vodiysida ertaga kunning ikkinchi yarmida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Kunduzgi havo harorati 26-29 daraja atrofida. Janubida va cho'l hududlarda 30-33 darajagacha bo'ladi. 29 va 30 aprel kunlari respublikaning ko'pchilik viloyatlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. O'zbekistonning shimoli-g'arbiy hududlarida 30 aprel kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Havo harorati kunduzi 28-33 daraja, janubda va cho'l hududlarda 35 darajagacha bo'ladi. 1-mayda respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli va mahalliy yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati deyarli o'zgarmaydi. 30 aprelda shimoliy-g'arbiy hududlarda 1-mayda respublika bo'yicha ayrim joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati bugun kunduzi 26-28 daraja, ertaga 28 aprelda 27-29 daraja, 29-30 aprelda va 1-mayda 29-32 daraja atrofida bo'ladi. Harorat asosan kechalari 14-17 daraja bo'ladi. Shamol sharqdan biroz o'rtacha tezlikda esadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.